bu haqiqiy mashinada akalar. Ukamizni Tojikistondan kelibdilar, bizga bilet qo'ydirganda to'g'ri 3 kun bo'lib ketdi. Nimaga 3 kun bo'ladi? Bu APSni kam modul bilan ishlaydi. Ya'ni dalnisi oddiy to'pda emas. Britaniya shak va motorchik bilan ishlagani uchun biza buni polniy mexanizmini yasab, biletlarni sinab qilib berdi. Yo'qishni olib bitta ko'rsatamiz. Lekin APS bo'ki jinni ishlaydi. Paralarni polniy chiskiga qilib berdi. Biletni eng zo'rini sinab qilib berganmiz. Yo'qishni bitta ko'rasizlar. Qaranglarmi olishadi. Dalnisini bitta yoqib ko'rsataman. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, okalar, buni oppoq emas, sarg'im taraflash. Nimaga? Uzoq yo'l yurganinglarda ko'z zoritmaslik uchun. Buni esa shinaqangi seryozni ekan, o'ngga chaqib turganda bor, mashina burilishiga emas, rulni korrektorovkasiga qarab burilar ekan. Men qo'yib qoldim. Yorichligi eng mo'shning biletlardan kimga kerak bo'lsa, bu qo'rasizlar. O'zingizning mashinalarga bular 500-550 dollar chiqadi, bularga qimmat bo'ladi. Nimaga? 100 dollar qo'shiladi. Sababi bularda kam bilan ishlagani uchun, kamda ma'lumotni o'zini narsasini qoldirgan holatda mexanizm yasab turib qilinadi. Agar kimga bilet xizmatlari kerak bo'lsa, Latining murojaat qilaverasizlar. Yoki okalar bitta skikka qoramiz, nima deysizlar?